Hammaga salom, hurmatli obunachilar. Kelinglar, bugun sizlar bilan 22-iyul 2026-yil 1-smenaga tushgan sonni ko'rib chiqamiz. Berilgan sonlar orasida qaysi biri 12 ga qoldiqsiz bo'linadi? Berilgan sonlarda variantdagi sonlarni aytiladi, конечно. Variantdagi sonlarni aytiladigan bo'lsa, endi bu yerda очевидно то, что 36 ni 12 ga bo'lganda qoldiq qolmaydi, 0 qoldiq bo'ladi. Javobi xullas 3 bo'ladi. 3 u 0 qoldiq degani. Demak, 36 ga bo'lganda qoldiq qolmaydi. 0 qoldiq. Tushunarli? 50 ga bo'lib bo'lmaydi, 74 bu hammasida qoldiq qoladi. Demak, javobimiz A. Ikkinchi savolda olma va apelsin 3 va 7 nisbatida jami 30 kg qancha apelsin bor? 3x plus 7x barobar 30 kg bo'ladigan bo'lsa, 10x barobar 30 ga va x barobar 3 ga. Demak, nisbati 3 bo'ladigan bo'lsa, apelsin bu 7 kere 3, ya'ni 21 kg bor. 21 kg apelsin, 9 kg olma bor demak. Keyingisi, bo'yalgan sohalar yuzini yig'indisini toping degan. Okey, bo'yalgan sohalar yuzini yig'indisi. Demak, bu tomonga teng, bular hammasi bir-biriga teng deb aytilgan. Bu 3 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 3 bo'ladi va kvadratning yuzasi bu a kvadrat yoki 9 bo'ladi. Bu to'g'ri burchakli uchburchak, chunki bu kvadrat, bu ham to'g'ri burchak bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi esa a ko'paygan b taqsim 2 orqali topiladi. Если bu 3 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 3 bo'ladi, chunki bular teng. Bu 3 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 3 bo'ladi, chunki bular ham teng. Demak, bu 6, bu 3. Javobimiz shunda 3 ko'paygan 6 taqsim 2 bo'ladi. Va bu yerdan qisqartirsak 3 qoladi. 3 kere 3 9. Demak, ikkita 9 ni qo'shadigan bo'lsak, 18 degan javob chiqib keladi. 18 esa A javobda keltirilgan. Keyingisi bizada quyidagi sonlar kattasidan kichigiga qarab tartiblang. Xo'p, kattasidan kichigiga qarab tartiblash kerak bo'lsa, bunga 10 yetmayapti. Demak, buni yozamiz. 10 minus 1 taqsim 10 barobar 9 taqsim 10. B bu bizada barobar bo'ladi 20 ayrilgan 1 taqsim 20. Itsa bizada barobar bo'ladi 30 ayrilgan 1 taqsim 30. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, A bizada barobar bo'lib qoladi 9 taqsim 10, B bizada barobar bo'lib qoladi 19 taqsim 20, itsa bizada barobar bo'lib qoladi 29 taqsim 30. Umumiy mahraj yopib yozsak bo'ladi. Bu yoqqa 3 tadan beradigan bo'lsak, qaranglar, 27 taqsim 30 bu A bo'ladigan bo'lsa, C bizada 29 taqsim 30. Demak, C bizada A dan kattaligi kelib chiqdi. Shunaqa javob qidiramiz. C A dan katta. A javob ketadi. C A dan katta B javobda bor. C A dan katta. Tak, mana ikkita javob bir xil ekan. Bu yerda C A dan kichkina. Ikkalasi bir xil bo'lgani uchun ikkitasidan bittasini belgilab ketaylik. Просто наоборот bo'lib qoldi. Bu yerda C B dan katta, B A dan katta, bu yerda ham xuddi shunaqa. C yoki B javobini belgilab ketsanglar, ikkalasi bir xil bo'lib qoldi. Faqat teskari joyda berilgan. Okey, keyingisi. Idishga 650 gram va kстати, mana to'liq hisoblab qo'yadigan bo'lsa, endi biz tushundik, to что C A dan katta, to'g'rimi? Endi B orqali hisoblash kerak. 19 taqsim 20 и C ni oladigan bo'lsak, to есть A ni oladigan bo'lsak, bu A bizada 9 taqsim 10, to'g'rimi? Bu yoqqa 20 ta 2 tadan beradigan bo'lsak, 19 taqsim 20 и 18 taqsim 20 bo'ladi. Bizada tushunarli, to что B kattaroq A dan bo'lib qoldi. Demak, A eng kichkinasi, chunki B bilan C ni tenglashtirish kerak endi. 19 taqsim 20 bilan 29 taqsim 30 ni. Buni ikkalasini bu yoqqa 3 tadan, bu yoqqa 2 tadan beradigan bo'lsak, bu bizada necha bo'lib chiqadi? 30 и 57. Bu esa 58 bo'lib qoladimi? 60 da. 57 58 bu kattaroq, demak C eng kattasi, keyin B, keyin A keladi. Bunday holatdagi javob bo'ladi. Keyingisi, bu ishlanishi yoki uni oddiy javobdan kelib chiqsa ham bo'ladi. Idishga 650 gram va 530 gram solindi, unda 1800 gram joy qoldi. Idishning umumiy sig'imi necha gram? 650 gram solindi, to'g'rimi? Keyin yana 530 gram solindi. Keyin u yoqda yana 1820 qoldi. Shuni hisoblab qo'ysanglar bo'ldi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 1080 gram, 1180 gram qo'shamiz 1820 gram. Bu 3000 gram degan javob chiqadi. 3000 gram bizada yo'q. Demak, javobimiz 3 kilogram. Ya'ni 3000 gram bu 3 kilogram degan. 3 kilogram bu A javobda berilgan. Keyingisi, kub hajmi 64 cm, uning bitta yog'i yuzini santimetrda toping. Okey, kub bu mana bunaqa shakl.
Kub bunaqa shakl. Kubni hajmi a kub bo'ladi. Ya'ni a kub bizada 64 bo'ladigan bo'lsa, a bizada 4 bo'ladi. A 4 degani s barobar a kvadrat, bu 16 bo'ladi. Ya'ni bitta tomonining yuzasi ham 16. S o'zi 6a kvadrat, to'liq yuzasini topmoqchi bo'lsangiz 6 kere 16 bo'ladi yoki bu 60 96 bo'lib ketadi hamma yuzasi. Hozir bizdan faqatgina bitta tomonni so'ragan, bu 16. 6 ga ko'paytirmaymiz. Nimaga? Chunki faqat bittasini topamiz. Bu tomonlari kerak emas. Shunda 16 bizada A javobda keltirilgan. 7-si 1 tonna necha kilogramm? 1 tonna bu 1000 kilogramm. Yoki bunaqa savol bergan bo'lishi mumkin. 1 tonna necha gramm? 1 tonna necha gramm? Endi buni kilogrammdan grammlarga o'tib ketasizlar. Ya'ni 1 tonna bu 1000 kilogramm. 1 kilogramm bu 1000 gramm. Demak, ikkita 1000 ni ko'paytirib qo'ysanglar, 1 tonna bu 1000, yana bitta 1000, 1 million gramm bo'ladi. Tushunarli? Keyingisi 8-savol. X ni toping. X ni toping. Uchburchak ichki burchaklar yig'indisi 180, alfa plus beta plus gamma 180 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdan 97 plus 42 plus x bizada barobar bo'ladi 180 ga. Demak, x barobar bo'ladi 180 ayrilgan 42 ayrilgan 97. Va x bizada bu yoqda barobar bo'ladi. 180 dan 97 ni ayiradigan bo'lsak, bu bizada 83, 83 dan 42 ni ayiradigan bo'lsak 41 bo'ladi. 41 esa bizada C javob. Keyingisi 56 ni 25% ni toping. 56 bu 25% esa har doim 4 ga bo'linglar, chunki 100% dan 4 ta bor degan. 56 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsa 1 i 4 14 bo'ladi. Demak 25% 14. Yoki ikkinchi yo'li bunaqa 56 bu 100%, x bu 25% qilasizlar. Demak x barobar 25 ko'paygan 56 taqsim 100 bo'ladi. Buni hisoblasanglar qaranglar nima qiladi. 4 bilan 25 qisqartirsanglar 1 4 va 56 taqsim 4 bo'ladi. Bu esa yana 14 degani. 10-savol. Agar x 3 y 4 ga teng bo'lsa, u holda buni toping. Hop, qo'yib chiqamiz prosta. X bu 3, y bu 3 kere 4, ya'ni taqsim x bu 3 ayrilgan 4. Tepada 12 plus 3 15 bo'ladi. Birinchi qo'shuvni bajaramiz. Birinchi ko'paytiruvni bajaramiz. Qo'shib qo'ymaylik. Taqsim bu yoqda ham birinchi ko'paytiruvni bajaramiz. 9 ayrilgan 4 bu 5 bo'ladi. Bu yoqda 3 degan javob chiqadi. Ko'pchilik qiladigan xato bu 9 kere 4 qiladi. Taqsim 9 ayrilgan 4 qiladi. 9 kere 4 36 taqsim 5 yozadi. Bu esa xato javob. Demak, bizda javobimiz 3 bo'ladi. Bu majburiy matematika 22-iyul 1-smenada tushgan savol edi. Agar qanaqadir savolinglar bo'lsa yoki o'xshamagan joy bo'lsa, Telegram orqali murojaat qilinglar. Обязательно sizlarga javob qaytarishga harakat qilamiz.